Qizimizga uylanmoqchimisiz? Ha, qizinglarni o'sha kun sevib qo'ydim. Ha, nima ish qilasiz? Aka, mana. O'sha men aytgan mashinami? Xuddi o'sha. Yaxshi. O'chirib qo'yasiz-a? Ha, o'chiraman. Ketavering. Rahmat. Voy dadasi, deputatga o'xshayapti. Qizinglarning turqida holi bor ekan. Uni qanday qilgansizlar? Tabiiy. Ha, tabiiymi? Ha, nima ish qilasiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Mana hammasi to'liq ichida. To'liqmi aytganimdaymi? Cho'tka hammasi. Bo'ladi. Kamchilik bo'lmasa Yo'q, bo'ldi, o'chirib qo'yaman. o'chirib qo'ying. Ay dadasi, menimcha prokurorga o'xshaydi. Qizinglarni chap yuzida kulguchi bor ekan-a? Bor. O'sha yerga meni ko'minglar. Chuqur ekanda. Voy. Nima ish qilasiz? Kechirasiz. Mana, O'sha men aytgan ta'mmi? xuddi o'zi. Abida. Abida. Onajon, dadajon, xullas bu abida suvlar, yangi chiqqan suvlar. Yoshligimizda kampirchapon degan qovun bo'lardi, esinglardami? Ko'k qovun. Bay. Mana shu suvdan ana shu ta'mi keladi. Hadi kel. Buni har xil ta'mi bor. Limonligi bor, mana anorligi bor, shaftolligi, xullas har xili bor. Birga bir ta'mini olgan, ishoning. Bugungi shot bizning restoranimizning hisobimizdan pul to'lamaysiz. Hali? Xo'p, kamchilik bo'lsa aytasiz. Ha, davay. Voy dadasi, bu blogerga o'xshayapti. Tekin o'qityapti-ku. Undan ham katta bo'lsa kerak bu. Ha, boya savolim javobsiz qoldi. Nima ish qilasiz? Yozuvchiman. Voy, roman yozasizmi? Yo'q, odamlarning ustidan, tagidan, pastidan, bu yoqdan yozaman. Pisatilman. Boya birinchi mashina tashab ketdi-ku. O'sha gazda ishlardi. Ustidan yozuvdim, shu mashina tashab ketdi. Hozir mana ofitsiant yigit keldida, mana abida ichimliklarni berdi, shot tekin qildi-yu. O'tgan yil sesga yozib bergandim bularni. Shunga endi mana shu xizmat qilishadi. Dadasi, biz yozuvchiga beradigan qizimiz yo'q. Tur ketdik. Ha, bermasanglar sizlarni ham yozaman. Nima deb yozasan? Ha, qizingni iffatsiz deyman. Ha, o'zinglarni vijdonsiz deb yozaman. Voy oytog' bashara, bilganingni qil. Bilganimni qilsam chidolmaysizlar, nima deyapsiz? Yo'q, sansirama, yozsang yoz. Yozsam chidaysizmi? Chidaysizmi? Men qalamim o'tkir, men kimlarni yozmaganman?